Ellikqal'a tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ana shunday mas'uliyatni chuqur his etib, yangi o'quv yiliga puxta tayyorgarlik ko'rdi. Bugungi kunda ushbu maktabda 373 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Ularning ta'lim va tarbiyasi uchun 38 nafar tajribali, o'z ishiga fidoyi pedagoglar mehnat qilishmoqda. Ustozlar har bir bolaning savoliga javob berishga, qiziqishlarini qo'llab-quvvatlashga va iqtidorini yuzaga chiqarishga intilmoqda. Maktabda ta'lim sifatini oshirish va samaradorlikni ta'minlash maqsadida zamonaviy texnologiyalar, ko'rgazmali vositalar hamda interaktiv o'quv jihozlari joriy etilgan. Bu esa darslarni yanada jonli, tushunarli va samarali o'tishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun turli yo'nalishlarda fan, sport, san'at va kasb-hunar to'garaklari faoliyat yuritadi. Sport mashg'ulotlari bolalarning sog'lom turmush tarzini shakllantirsa, fan to'garaklari ularning bilim doirasini kengaytirib, kelgusi kasb tanlovida yordam beradi. San'at to'garaklari esa o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirib, estetik didini yuksaltirishga xizmat qiladi. 2025-2026 o'quv yiliga tayyorgarlik doirasida kuz-qish fasliga alohida e'tibor qaratildi. Sinf xonalar sovuq mavsumga moslashtirildi. Xavfsiz harakatlanish uchun qo'shimcha choralar ko'rildi. Bundan tashqari, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish bo'yicha o'qituvchi va o'quvchilar ishtirokida maxsus seminarlar o'tkazildi. Qozonxonalar kapital ta'mirdan chiqarilib, issiqlik tizimlari kuchaytirildi va samaradorligi oshirildi. Eng muhimi, maktabda 60 tonna sifatli ko'mir zaxiraga qo'yildi. Bu esa o'quvchilarning darslarini issiq va qulay sharoitda davom ettirishni kafolatlaydi. Maktabimiz kuz-qish mavsumiga to'liq tayyor. O'quvchilarimiz qulay va xavfsiz sharoitda ta'lim olib, dars jarayonini samarali davom ettiradi. Bu esa ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, deydi maktab direktori Sherzod Xudayberdiyev. Maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 320 o'ringa mo'ljallangan hozirgi kunda 370 ta o'quvchi ta'lim olmoqda. Maktabimizda 37 nafar o'qituvchilarimiz xizmat faoliyatini olib bormoqda. Oliy toifali o'qituvchilarimiz 2 nafar oliy toifa, 11 nafar birinchi toifa o'qituvchilarimiz dars jarayonlarini olib bormoqda. Maktabimiz hozirgi kunda o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida maktabimizda o'quv markazi tashkil qilganmiz. O'quv markazimizda barcha fanlardan o'qituvchilarimiz o'z to'garaklarini olib bormoqda. Maktabimiz kuz-qish mavsumiga tayyor holatda, 3 ta qozonxonalarimiz tayyor holatda. Asosan maktabimiz ko'mir yoqilg'isi bilan isitiladi. Hozir ko'mir zaxiramiz 60 tonnani tashkil qiladi. Ellikqal'a tumanidagi 14-sonli maktabda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli tayyorgarlik ishlari eng avvalo bolalarning issiq va xavfsiz xonalarda bilim olishlariga xizmat qilmoqda. Zero yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlar uchun zarur sharoit yaratish, ularning ta'lim jarayonini uzluksiz ta'minlash bizning burchimiz.